Bugun men balalarim uchun hot-dog pishirib bermoqchiman. Uning uchun kerak bo'ladi. Oldin xamirni etib olamiz. 1 stakan sut, turush, 2 qoshiq shakar, bitta mayak. Sutni gazda ilditib olamiz. Ozgina tuz solamiz. Vaqtda shakarni ham qo'shib yuboramiz. Mayin tuxum chaqachaq. Qavig'i tushib ketmasin. Tushmaydi. Kelishtirib olmaydi u. O'zim solaman. Hozir urni qo'shamiz. Endi tuxumni o'zim chaqaman. Mana ber. Evet endi. Zonni satam. Ya, mana. Aka. Mana. Benim. Mana. O'zim. Ana. Bana kızışıp gitti burası. Tayyor. Endi xamir qaramiz. Yumshoqqina xamir tayyor bo'ldi. Endi uni achitishga qo'yamiz. Xuddi xamirimiz ochidi. Mana qo'shishimiz mumkin. Yumshoqqina xamir bo'lgan. Endi uni zolachalarga bo'lib olamiz. Tindirib olib, chiroyli shakl berib, liskka terib olamiz. Liskka taqib oldim. Endi sal tindirib, keyin duxovkada pishirib olamiz. Hot-dogning bo'lishkalarini pishirib oldik. Uchun kerakli masalliqlar, milka mayonezdan foydalanaman. Shulardan salaman, sir. Endi tayyorlashni boshlaymiz. Tayyor bo'ldi.